Shuncha kolbasa mahsulotlari. Biz bu mahsulotlarni sotuvga olib chiqish uchun olib kelmadik. Aynan mana shu 300 kilodan ziyod bo'lgan kolbasa mahsulotlari hozir ko'z o'ngimizda yo'q qilinadi. Osmondan olmayapmiz, qo'shib qo'ymayapsiz. Sizning mahsulotni shu yerda turibdi. Klient yig'i olish maqsadida mashina arzon sotyapman. Qancha sotyapsiz? 10 ming. Hozir yana jarima qilamiz, hammasini bir ko'p qilamiz. Bir marta sizga kamlik qildi, ikkinchi marta yana chiqdingiz, to'g'rimi? Do'konimiz ishga tushyapti. Qayerda olib kelasiz o'zi bu kolbasalarni? O'rizordan. O'zimiz ishlab chiqarish ham bor. U o'zimniki yo'q bu yerda. Mazasini ko'rib, yoqtirib olishyapti. Imенно mashina narsa Sifat borasida gap ketyapti, tam borasida. Tam xo'p, sifat borasida qarang. Isbotlovchi qanaqadir hujjatingiz bormi? Bor. Klient yig'i olish maqsadida mashina arzon sotyapman. Qancha sotyapsiz? 10 ming. Bilmadim qanaqa xulosaga kelish mumkin. O'zi har holda insonlar iste'mol qiladigan mahsulotni, har qanday mahsulotni bunday qomga solib, mana bunaqa yuklarga ortish, bu tarzda o'zi saqlashni o'zi xato, men tushunishim bo'yicha. Labodan bunga ortdik. Laboda edi. Men oqlanadigan vaziyat emas. Yo'q, hozirgi holat bunaqa emasdi. O'sha vitrinaga ega bo'lgan, o'sha sovutgichlarda saqlanishi kerak bo'ladi. Statsionar joy qilishingiz kerak bo'ladi. Bu mahsulotimiz qanaqa go'shtdan, qachon tayyorlangan, qanaqa sharoitda tayyorlangan va biz buni necha gradusda qachongacha saqlashimiz bo'yicha hech qanaqa ma'lumot yo'q. Kolbasa mahsulotlari o'zi 6 gradusgacha saqlanishi kerak bo'ladi va bu yerda pishloq mahsulotlarimiz ham bor va pishloq mahsulotlarimiz +2 haroratgacha saqlanishi kerak. Oz harorat ko'ryapsiz, 20 gradusdan yuqorida. Bu tez o'zgaruvchanlikka olib keladi va zaharlanishga sabab bo'lishi mumkin. Sizni o'zingizdan tibbiy ko'rikdan o'tmagansiz menimcha, to'g'rimi? Yo tibbiy ko'rik daftarchangiz bor? Hali do'kon ishga tushmadi mana. Bular sotyapsiz anchadan buyon. Siz tibbiy ko'rikdan o'tmasdan turib savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Tirikchilik qilyapsiz, biz qarshi emasmiz. To'g'ri yo'sinda qilish kerak hamma narsani. Odamlarning salomatligi bilan o'ynash bo'lmaydi. Shu bo'yicha 2 marta sizni mashina mahsulotlaringizni aniqlashgan. Bir marta sizga kamlik qildi, ikkinchi marta yana chiqdingiz, to'g'rimi? Hozir yana jarima qilamiz, hammasini bir ko'p qilamiz. Bugun reyd tadbirlarimiz davomida iste'molga yaroqsiz bo'lgan, yaroqlilik muddatlari ko'rsatilmagan, ishlab chiqarish sanalari ko'rsatilmagan va noma'lum sharoitda, noto'g'ri sharoitda saqlanayotgan 300 kg dan ortiq bo'lgan kolbasa mahsulotlari savdosi aniqlandi va aynan ushbu mahsulotlarimiz iste'moli oshqozonchilik faoliyatining buzilishi, o'tkir yuqumli ichak kasalliklari va zaharlanish holatlariga sabab bo'lishi mumkinligi xavfi yuqori bo'lganligi sababli o'rnatilgan tartibda savdodan olindi va yo'q qilish choralari ko'rildi. Xususan, fuqaromizga nisbatan tushuntirishlar amalga oshirish bilan bir qatorda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qilgan harakatlaringiz, xarajatlaringiz xuddi mana shunday tarzda ko'kka sovurilishini istamasangiz, har qanday javhada belgilangan tartibda ish ko'ring.